reklamaga bir tiyin so'm sarflamasdan xohlaganingizcha sotuv qilishi hozir yo'lini ko'rsataman. Malika bozoriga keldim. Mana shuncha do'konlar bor. Va men telefon olib ketishim kerak. Deyarli hammada narxlar va produkti ham hammasida bir xil. Mijoz sifatida men qaysi do'konga kirsam, qaysi do'konni tanlasam, o'sha do'kon savdo qilgan bo'ladi. Va meni qarorim o'zimni tanishim bo'ladi. Nima sababli? Sababi 3 yil oldin menga zo'r servis ko'rsatib, ishimni tez bitirib ketganlar va 3 yil davomida men kamida bir 10-15 martacha kelganman deb o'tdi. Ya'ni 10-15 marta kelib, qanaqadir sotuv ketishimning sababi yaxshi servis. Bitta kliyentni hozir reklamaga pul sarflab, bitta kliyentni magazingacha olib kelib olishga rasxod bo'ladi bir marta. Ammo 15 marta kelyapman va uni evaziga prosta yaxshi servis ko'rsatilgan menga va shu sababli aynan bitta dona odamni bitta magazinga men kelyapman. Mana shu narsa LTV deyiladi marketingda. Xullas, yaxshi produkt sotinglar va yaxshi xizmat ko'rsatinglar bo'ldi, hammasi joyida bo'ladi.